Mana bu qo'chqorni bitta ko'rsataylik. Mana. Endi bizga bu o'tgan kuni kelgan aziz obunachilar, egalari dalada yurgan qo'chqorlar ozgina bee'tibor qolishgan mana. Mana bu tomonni ham bitta ko'rsataylik. Mana. Eng jiddiy sababi mana bu joyda mana aziz obunachilar. Mana kesilgan joyga bitta e'tibor beringlar mana aziz obunachilar tagiga mana. Jonivor o'zi yara bo'lishga kelgan ekan mana. Jonivor xudo xolasa duo qiladigan bo'ldi. Assalomu alaykum qo'y bozorimizning ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Videomizni boshidan bir dona like bosib, videoni e'tibor bilan oxirigacha ko'ringlar aziz obunachilar. Bugungi videomiz reklama emas. Qo'chqor boqayotgan aka-ukalarimizga foydali va manfaatli video bo'ladi. Faqat like'larni bosib, kanalimizda yangi mehmonlar obuna bo'lib, qo'llab turasizlar aziz obunachilar. Paddeshkani yorib turasizlar. Mana bu qo'chqorlar haqida chiroyli ma'lumotlarni beramiz hozir aziz obunachilar. Qo'chqor boqayotgan aka-ukalarimizga tavsiyamiz aziz obunachilar, qo'chqorlaringning ichida xuddi mana shunday shoxdorlari bo'lsa, bitta e'tibor qo'yasizlar aziz obunachilar. Shoxiga bee'tibor qolingan qo'chqorlar mana shunday jiddiy sabablarga olib kelgan mana. Bir qator ko'rasizlar aziz obunachilar, mana shu shoxini hozir oson yo'lda xavfsiz kesishni ko'rsatamiz aziz obunachilar. Mana bu qo'chqorni bitta ko'rsataylik. Mana. Endi bizga bu o'tgan kuni kelgan aziz obunachilar, egalari dalada yurgan qo'chqorlar ozgina bee'tibor qolishgan mana. Mana bu tomonni ham bitta ko'rsataylik. Mana. Eng jiddiy sababi mana bu joyda mana aziz obunachilar. Jonivorga juda kuchli ziyon yetkazgan mana. Shoxi mana ko'ziga ziyon yetkazgan. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu qo'chqorlarda aziz obunachilar shoxini kesib, o'zimiz yuvib, tarab, chiroyli holatda boqamiz, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, kanalimizda yangi obunachilar obuna bo'lib turasizlar aziz obunachilar. Sotiladigan qo'ylarimiz ham serob, lekin mana shu qo'chqorlarni imenni sizlarga ko'rsatishga qaror qildim aziz obunachilar. Birinchi o'rinda mana shu shoxini kesamiz. Mana shunday tros bilan kesamiz. Xavfsiz, qonatmaydi. Qo'yga ziyoni yetmaydi aziz obunachilar. Bu velosipedni skuterlari qo'l tarmizini trosi mana shunday holatda bo'ladi. Mana akalar. Mana yaqinroqdan ko'rsatib qo'ying. Mana shunday holatda trosda mana. Mana tros. Aziz obunachilar. Mana shunday ikki tomoniga yog'och qilib mana shunday mana qo'lga ham ushlashga oson qilib turib o'tkazib, mana endi kesiladi mana bu joyidan o'tkazib, mana yaqinroq olib keling mana. Mana shu joyidan o'tkazib, mana. Mana shunday holatda hozir kesib ko'rsataman aziz obunachilar mana. Ko'ziga qancha ziyon yetkazgan. Ko'zini yaxshilab ko'rsating operator mana. Ko'zini qisib qo'yibdi jonivorni. Tagidan yara ham chiqadi buni mana hali. E'tibor bilan ko'ringlar mana aziz obunachilar. Umuman qonamaydi. Mana shunday holatda kesamiz. Shoxini ushla. Qo'lingga ushlab shoxini. Mana kesilgan joyiga bitta e'tibor beringlar mana aziz obunachilar tagiga mana. Jonivor o'zi yara bo'lishga kelgan ekan mana. Jonivor xudo xolasa duo qiladigan bo'ldi. Kesilgan tomonni bitta ko'rsataylik. Har ikki tarafini. Bu tarafini. Mana shuncha shoxini kesib tashladik mana aziz obunachilar. Bu jonivorga qancha ozor bergan mana. Qonamaydi umuman. Mana shunday holatda kuyadi. Qo'ydi ham aziz obunachilar hamma ham boqolmaydi. Qo'yga mehri, muhabbati bor inson boqmasa, qo'y mana shu holatga keladi. O'rnida qarash kerak, yemini berish kerak vaqtida. Eti ham bunaqangi semizmas. Xudo xolasa endi buni o'zimiz semirtirib, go'shbob qilib tayyorlaymiz. Bu tarafini ham ko'rsating. Mana bu tarafiga bitta e'tibor berasizlar mana. Mana shunday holatda mana. Obunachilar ko'rinyaptimi? Mana shunday holatda. Mana shunday tortiladi mana. O'zi mana tutun chiqaryapti mana, kuydirib beradi. Mana. Oxirida mahkamroq ishlar. Mana. Qancha yara qilib tashlagan mana buni qaranglar. Aziz obunachilar mana. Jonivorni hozir tozalaymiz. Endi bunisini mana. Ko'ziga qancha ziyon yetkazganini ko'ringlar mana. Ko'zini joyini o'zgartirib bergan. Bu jonivor xudo xolasa bizni duo qiladigan bo'ldi. Mana. O'zi mana yara qilishga kelgan. Ozgina bee'tibor qolinsa, jonivor o'ta katta xavf ostida qoladi.
Bunisini ham kesamiz. Uy sharoitida mana shunday holatda azobunachilar bemalol kesib qo'ysalaring bo'ladi. Mana. Ke jonivor tek tur. Mana. Normal holatda kesamiz buni ham. Mana ancha uzoqlashdi bu ham. Mana, bu ham kuygan. Mana holatda kuydirib tashlagan mana. Xudo xolasa akalar, laykni bosib obuna bo'linglar imkon qadar. Xudo xolasa biz ham kuchayib trendga chiqib ketarmiz. YouTube, Instagram, ijtimoiy tarmoqlarda. Qo'chqor boqishga qiziqgan akalarimiz bo'lsa, qo'chqorlar bor o'zimizda ham boqib qilayotgan jarayonlarni ham ko'rsatamiz. Jonivor mana tirosam qizib qoldi-da, mana titilyapti. Tutashini qarang. Mana. Tiros kuyib ketadi mana shunday holatda mana obunachilar. Uzilib ham ketdi mana. Kuyib ketganini hisobiga uzilib ham ketdi. Keyingisini tayyorlaymiz endi. Mana obunachilar bitta tirosda boshini yedik. Bu endi ikkinchisi. Bu qo'chqor juda baquvvat ekan. Mana bu do'stimda ham kuch yetmayapti, odamga kuch bermayapti jonivor. Qaysi tomondan kelsak? Mana shunday holatdami? Mana. Jonivor nihoyatda qattiq ekan shoxi. Bu hali qangi darajada kallasi yetib bormabdi buniki. Juda qizdiradi mana. Xudo xolasa mana shu bilan azobunachilar yetilib, go'shbob bo'lib chiqib ketadi. Mana. Endi bu taraf. Bu tarafi lekin tegib qolibdi mana. Bu tarafdan ko'rsatak. Tegib turibdi mana miyasiga. Qanday o'tkazsa bo'ladi? O'tadimi? Do'stimda ham qo'lini kuydiryapti. Ketdik. Keladi, bu tomonga boramiz. Jo'ra. Jonivor kuydirib berdi ya. Mana shu joygacha o'zi yetib kelgan ekan. Hozir qaramasa keyin jiddiy sabablarga olib keladi azobunachilar. Bu jonivor endi chiqqandan keyin holatni ko'ringlar. Katta qo'chqor jonivor. Hozir ham bir 50 keladi qo'chqor. Xudo xolasa yetiltiramiz buni boqib. Bir qator dori qilib bularni ham qo'yib beramiz. Endi mana jonivorlarga shohi ziyon yetkazolmaydi. Videomiz akalar foydali bo'lgan bo'lsa laykni bosib, kanalimizda yangi mehmon bo'lsalar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa har kuni ilojim boricha yangi syomkalar, xalqimizga foydasi tegadigan video kontentlar qilishga harakat qilamiz. Sotiladigan qo'chqorlarimiz ham bor azobunachilar. Urug'qa, zotqa, naslga qanaqangi qo'chqor kerak bo'lsa kelib bemalol tanlab olish imkoniyati bor. Kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.